Diqqat, aholiga tezkor xabar. Oliy toifali o'qituvchilarga ipoteka uchun subsidiya berish arizalari qabul qilish boshlandi. Arizani qanday topshirish mumkin? Assalomu alaykum qadrli tomoshabinlar, kanalimizga xush kelibsiz. Videodan to'liqroq xabardor bo'lishni istasangiz, oxirigacha ko'rib, like va podpiska tugmalarini bosib qo'yishni unutmang. Diqqat qiling. Bugun 20-aprel kuni soat 14:00 dan boshlab oliy malaka toifasiga ega pedagoglarga ipoteka kreditlari bo'yicha subsidiyaga arizalar qabul qilish boshlandi. Joriy yilning 19-fevral kuni hukumat tomonidan uy-joy sotib olish uchun oliy malaka toifasiga ega bo'lgan pedagoglarga subsidiya ajratish tartibi to'g'risidagi nizom tasdiqlangandi. Ana shu nizomga muvofiq ipoteka krediti bo'yicha boshlang'ich badalning 25% qismi davlat budjetidan qoplab beriladi. Masalan, oliy toifali o'qituvchi 400 million so'mlik uy sotib olmoqchi. Bank qoidasiga ko'ra boshlang'ich badal 15% ni tashkil etadi, ya'ni 60 million so'm. Davlat mana bu 60 million so'mning 25% ni to'lab beradi. Natijada o'qituvchi o'z cho'ntagidan 60 million emas, 45 million so'm to'laydi. Qolgan 15 million so'm budjetdan qoplanadi. Subsidiya kimlarga beriladi? Subsidiya olishga ariza topshirish uchun o'qituvchi quyidagi talablarga mos kelishi kerak. 60 yoshdan oshmagan bo'lishi, umumiy pedagogik ish staji 15 yildan kam bo'lmasligi, uzluksiz bo'lishi shart emas. Ariza topshirish vaqtida ta'lim muassasasida faoliyat yuritayotgan bo'lishi, o'z va turmush o'rtog'i nomidan 2 ta va undan ortiq uy-joy bo'lmasligi, bank oldidagi qarzdorlik tarixi ijobiy bo'lishi zarur. Arizani qanday topshirish mumkin? Subsidiya olish uchun quyidagi usullar orqali ariza topshirish mumkin. Davlat xizmatlari markazlariga bevosita murojaat qilish, MyGov mobil ilovasi orqali, my.gov.uz portali orqali. Do'stlar, video yoqqan bo'lsa, bir dona like bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang.